Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugun esa sizlardan kelgan kommentariyani o'qib, juda ham chiroyli bo'lgan va oson bichib tikilinadigan dvoyka, yo'g'i, troyka tikishni o'rgataman. Qani ketdik. Buning uchun bizga 2,5 metr mato yetarli bo'ladi. Bo'y ipiga 4 qavatda bichib olamiz. Birinchi bo'lib bo'yin o'yintisini olti ochdim. Yelka va chiqqan sonni qolganini qo'yib berdim. Yeng kengligini 26 cm, общий uzunlikni 75 cm chizib oldim. Kengligini 28 cm da olib birlashtirdim va tashqariga kengayishi 5 cm da birlashtirib shunaqa oval shaklda chizib oldim. Tikuvchilikka, dizaynerlikka qiziqishingiz bo'lsa, qo'rqmasdan 10-noyabr kuni Havas Fashion o'quv markazimga tashrif buyuring. Bu yerda siz noldan boshlab 2 oy davomida model chizishni, andiza qilishni, bichish va tikishni o'rganasiz. Eng asosiysi, sizlarga oxirida standart razmerlarni ham beramiz. Bemalol ishlab chiqarishinglarni qilsanglar ham bo'ladi. Viloyatdan, boshqa davlatdan kelganlar uchun alohida yotoqxonalarimiz ham mavjud. Offline o'quvchilarimga onlayn kurslarimni tekinga, ya'ni bonus sifatida beraman. Bir umr videolardan foydalanib mazza qilib tiksanglar bo'ladi. Tikuvchi dizayner bo'lish qanday mazza, bir zumda matodan shunaqa chiroyli liboslarni tikib olasiz. Menga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi darsligimizda mana shunaqa shapka tikishni ham o'rgataman. Ha, aytgancha, qaysi bir shimim yarashdi, однотонныйmi yoki o'zini rangidanmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar.